Jalaquduq tumanidagi Madaniyat mahalla fuqarolar yig'ini Obi hayot ko'chasida ichimlik suv tizimini qurish va rekonstruksiya ishlari amalga oshirilishi kerak bo'lgani holda loyiha ishlari bajarilmagan. Natijada 3 ta ko'cha ichimlik suv bilan ta'minlanmasdan qolib ketgan. Bu bizning emas, balki jamoatchilik nazorati vakillarining fikri. Xo'sh, bu qanchalik haqiqatga to'g'ri? Hozir shu haqida. Suvdan keldik, o'z suv ta'minotdan, respublikadan va viloyatdan inshootdan ishga tushirgan edik. Suvdan qalay muammo yo'qmi, chiqib turibdi. Ha, chiqyapti. Hozir aloqaga haydab qo'ydi. Ha, nari tarafga. Odamlar hammasi uzoq. Ketiradi. Mana chiqadi grantimiz. Yaxshi, oldin qiynalar edik. Rahmat. Suv chiqarganlarga ham. Nima bo'ldi bu? Inshoot yaxshi ishlayapti. Biz 90-yillarda chiqqanmiz ko'chaga. Bizda asosiy ichimlik suvdan muammolar bo'lardi. Bir necha yildan beri chiqqandan beri qiynalib kelardik. Xudoga shukr, mana o'tgan yili davlat mablag'i bilan mahallamizga 90 xo'jalikka bitta mana suv qudug'i kavlab tushirib berdi. Hozir foydalanishga topshirilgan. Xudoga shukr, mana yaxshi chiqyapti. Mana hozir salkam 1 yil bo'lsa qurilish ishlari, suv tushirish, uni montaj boshqalari juda yaxshi ko'ngildagi proyekt bo'yicha bo'lganligi uchun mana hozir yili kelyapti. Bir joydan yo utetka yo boshqa narsa bo'lgan yo'q. Yo bitta aholi suv to'lsa manaqa bo'lyapti degan gap so'zni o'zi bo'lmadi. Yaxshi, hozir mahallani pastida ham, tepasida ham bir xilda suv kelyapti. Ushbu obyektda qurilish montaj ishlari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 17-iyuldagi maxsus qarori asosida amalga oshirilgan bo'lib, bugungi kunda Davlat qabul hay'ati dalolatnomalari rasmiylashtirilib, foydalanishga topshirilgan. Mahalladagi loyihada nazarda tutilgan ko'chalar to'liq ichimlik suv bilan ta'minlangan.